Hammaga assalomu alaykum. Yana men Ali Anvarov, Qiziq TV. Bugun biz media futbolga kelganmiz. Qiziqmi? Unda tomosha qiling. Qani ketdik. Xayrli tun. Xayrli tun. Mana kechki soat 21:00. Kechki 9 bo'ldi. Shunday biz hozir media futbol do'stlik o'rtoqlik uchrashuvi mana. To'g'ri. Ya'ni YouTube jamoasi va Kosmos jamoasi. Qalay, tayyorgarlik qalay bo'lyapti? Tayyorgarlik zo'r, pozitiv atmosferada hammasi bu jamoa bilan biz do'stona doim o'yin qilamiz, qiziqarli kontentlar olamiz, O'zbekiston futboliga qanaqadir hissa qo'shishga harakat qilamiz, odamlarga qanaqadir emotsiya bag'ishlashga harakat qilamiz. Media futbolga birinchi bo'lib kirib kelgan jamoa qaysi O'zbekistonda? Eshitishim bo'yicha, insiderlar aytishi bo'yicha bu o'zi Label Boys. Lekin ayni damda hozir O'zbekistonda nomer 1 klublardan biri bu media futbol klublaridan biri, darajani ko'rsatadigan bu Unwanted Boys. Da'vogar jamoalar O'zbekistonda ko'p emas. 5 ta 6 ta. Avvalambor o'zi media futbol bu jamoaning ichida bo'layotgan ichki muhitni ommaga ko'rsatish. Bu ham Instagram, ham Telegram, ham hamma ommaviy axborot vositalarida shu jamoani ichki muhitini bir ommaga ko'rsatish. Siz futbolistmisiz? Da, biz tramvayda qoldik faqat o'shaning uchun syomka qildik. Qachon travma oldingiz? Yoshligimda. Da, o'sha hammani bahonasi bo'ladi-ku, yoshida travma olganman, o'shaning uchun futbolist bo'lolmadim. Shunda nima ish qilasiz siz? Men YouTube jamoasini kontent bo'yicha o'sha kontentlarni, ideyalarini qiladigan, foto videolarini yurg'izadigan hamma media tarafdan. Detskilik siz qilasiz. Hamma mana nima deydi? Bular bo'lmas o'yinlarni siz qilasiz. O'sha mana. Shunga ko'ra futbol o'ynaylar. Kim zo'r tepadi penalti, bir nima, shunaqa. Media futbol rivojlanyapti. Da, asosiy maqsadimiz ham shu ekan. Ajab emas, bir uzog'i 1-2 yildan keyin media futbol O'zbekiston chempionatlari o'tkazilib qolsa, har bitta viloyatdan 2-3 tadan komanda chiqib qolsa. Da, ajab emas. Ajab emas, ertaga bizdan intervyu olish uchun bir haftacha kutmasangiz nimadim-da. Endi yaxshi niyat. Yaxshi gapi. Tog'a, ana intervyu. Assalomu alaykum. Zanit akansiz o'zim berib qoldim. Akani bo'yi и всё ekan. Aka, gapi kuzatib boringlar. Doğrusu bugun zo'r o'yin bo'ladi degan umiddamiz, chunki ikkita jamoaning ham tayyorgarliklar kuchli bo'lgan. Doğrusu albatta telekanal kelib sizlardan intervyu olyapti, dahshat bo'ladi bu o'yin. Omad, sizga omad, yaxshi kontentlar qiling. Assalomu alaykum. YouTube jamoasining murabbiyi. To'g'rimi? Necha yil bo'ldi murabbiylik boshlagan? 8 yildan beri. 8 yil. Faoliyatingizni qaysi jamoadan boshlagansiz? Paxtakorda. Futbolist bo'lib boshlagansiz? Yo'q, futbolist bo'lib Navbahorda boshlagan. Trener bo'lib. Namangan, Navbahorda. O'zingiz namanganlik? Namangandan kelib Toshkentdagi media jamoa treneri bo'lish hammaga emas. Shunda, paxta bo'ldi ozgina lekin. Qafasi joyida. Jotkami? Omad tilaymiz, tayyorgarlik zo'r. O'shonaman, bolalarning formasiga maza qildim. Ko'p-ko'pgina aylanagina. Zo'r bo'lsin o'yin, kuzatinglar. Qiziq TV o'zi futbolga ham kirib kelyapti. Biz Lubojoyga kirib boramiz. Sizlar bilan Qiziq TV va Ali Anvarov bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.